Do'stlar, mana shu ko'rib turgan qo'llarimda pul 10 ming so'm bo'ladi. 24 soatda 7 ming, 8 ming so'm rasxod qiladi. Bu qanaqa rasxod qiladi dediganlar uchun qaranglar, o'zini alohida termostati bo'ladi. Do'stlar, o'zi avtomatik o'chib yonadi. 7 ming so'm, 8 ming so'm rasxod qiladi. Mana shu ko'rib turgan radiatoringiz atigina 700 ming so'm bo'ladi. Bunisini ko'ryapsizlar, 800 ming so'm bunisi bo'ladi. Undan jicha kattarog'i bor, 1 million so'm bo'ladi. Undan da kattasi bor deyapti. 1 million 300 ming deyapti. Undan da kattasi bor deyapti. 1,5 million so'm bo'ladi. Nimaga ko'pchilik qiziqyapti, nimaga unaqa 7 ming, 8 ming rasxod qiladi deyapti. Bu qarang, o'zini termostati bo'ladi, avtomatik o'chib yonadi deyapti. Qarang, voltga keladiganimiz xolos 190 voltda, xolos 220 voltda deyapti. Ishlayveradi deyapti. Bexizolat ishlayveradi deyapti do'stlar. Issiqqina uylaringda 7 ming so'm, 8 ming so'mga rasxod qilib yurasizlar do'stlar. Bunaqasi kamdan kam tushadi. Hozir biz Farg'ona viloyati Toshloq tumanida turibmiz, Xotinqumada. Mana shu ko'rib turgan radiatorlarning ham atigina bitta quvurg'asi 35 ming so'm deyapti. Bitta quvurg'asi, ikkita quvurg'asiz qo'shilib ketaveradi. Buni bilasizlar, o'zimiz ko'mir hokalarga bo'ladi do'stlar. Pastda nomerlarni qoldiraman, kerakli ma'lumotlar uchun bemalol aloqa qilib ko'rsa, narxi juda arzon qilib beradi do'stlar. Sog' bo'ling, omon bo'linglar, bizdan uzoqlashmanglar.